alaykum, qalaysizlar, tuzingisizlar? Xullas bugun osh qilamiz. Osh qilishimiz uchun esa yaxshilab o'tinlarni tayyor qilib olishimiz kerak bo'ladi. Tayyor qilib olishimiz uchun menga dadajonimlar yordam berishdilar. Xullas dadam o'tinlarni tayyorlab turdilar. Men tayyorlaganlaricha shatir sovuzini oldimda sovuzlarni archishni boshladim. Bizga hozirda 2 dona sovuzi yetadi, chunki biz unaqa juda ko'pchilik emasmiz. Shuning uchun 2 ta sovuzni yaxshilab archdim. Archganimdan keyin esa piyozlarni ham to'g'rab qo'ydim. Ya'ni 1 dona piyoz yetadi. Bitta o'rtacha kattalikdagi piyozni oldimda shatir to'g'radim. Undan keyin esa kartoshkalarni oldim. Kartoshkalarni sirraza archishni boshladim. Aytmoqchi, oshga kartoshka solmaydi-ku deb negacha fikr bildirib o'tirmanglar. To'g'ri, oshga kartoshka solmaydi, lekin suvga solinganini dadamlar yaxshi ko'rsatdilar. Ungacha men kartoshkalarni archguncha dadam ham sovuzini, ham piyozni bir pasda, bir zumda to'g'rab ham bo'lishdilar. Xullas, dadamlar kartoshkani, masalan, oshni zirvayga bor-ku, ana shuni suvga pishirilganda kartoshkani solib oshga qo'shib yeyishni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun kartoshka solyapmiz. Qolganlar mayiz solib yeydi oshiga. Xullas shunaqada. Keyin esa hamma narsa bir zumda tayyor bo'ldi. Bu orada men jichchagina kalpasacha tovib olganman. Men shu kalpasachani yeb turdim. Xullas qolganini esa yog'im dog' bo'lguncha yeb turdim. Sirazi keyin esa oshni zirvayna qilib, oshni boshlab bir zumda oshni tayyorlab bo'ldim. Barchalar mana shunaqa zir-zir oshlardan tayyorlab turinglar. Xayr.